Assalomu alaykum akalar, mana Moskva Toshkent kelayotgan avtobusda Andijonli akamiz kelyapti. Aka qanday kelyapsiz yo'lda? Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Barchasi o'zimizning musofirda yurgan musofir yurtdoshlarimizga shuki, mana shu nomerni yaxshilab eslab qolinglar. Mana shu nomerni. Men o'zim gapiradigan bo'lsam, men pasportimdan, immigratsioniy kartamdan boshqa hech narsam yo'q edi. Shunday olib o'tdim. Yo'llardan toza kelyapti. Yo'llardan toza kelyapman hozir. Biror yerda yukim tushganim yo'q. Qilamadinglarmi avtobusning ichida? Muammo bo'lmadi, ortiq tarasi qo'yib. Qiyinchilik bo'lsa men pryamoy gapiraman. Men uni qilib yashiradigan nimam yo'q. Chunki musofirda yurgan insonman men. Mana shu musofirda yurgan yurtdoshlarimiz qatori. Mana shu 808 nomer YAA 11 KZ. Mana shu nomerni yaxshilab yodda qolinglar. Hozir mana shu shofir akamizni ham nomerini tashab beramiz. Mana shu shofirni o'ziga murojaat qilinglar. Mana shofir akamizni o'zini ham ko'rib olishinglar mumkin. Ha, shofir akamiz va akalar ham yo'lovchilar. Akalar qalay kelyapsizlar? Aka, assalomu alaykum. Qalay kelyapsiz aka yo'llarda? Allohga shukr yaxshi, zakonna bo'ladi. Yaxshimi avtobusda? Pasrentlarda umuman kerak yaxshi yo'q. kelamiz. Akalar qalay kelyapsizlar? Qalay kelyapsizlar? Zo'r. Hamma kelyapti. Qalay akalar avtobus? Qarshi choylar.